Hozir Narimanov stansiyasiga ketamiz. Gaydar Aliyev sentri shuda. Shamol yomon kuchli bo'libdi. Sizlarga komfortli bo'ladi video ko'rish uchun. Video mapam. Shu ko'rsatmoqchiman bo'ldi. Metrodan tushib to'g'ri yurib kelib chapashni burilganingizda krutoy поворот qilganingizda mana shu zdание ko'rinadi. Gaydar Aliyev Center. To'g'ridagi zdание Dubaydagi Al-Barshadagi bukvada o'xshatgan zdание o'xshaykan. Zakirlik Gaydar Aliyev markaziya. Hozir endi ichga kiramiz. Sizlar bilan birga aylanamiz. Mana shu bilasizmi, bir vaqtlar videosini ko'rdim. Ozarbayjon bachalari, qizlari shoxda ozarbayjonskiy o'yin o'ynab videolarni qo'yadi. Mana shuni tomosha qildim va men ham ketsam Ozarbayjonga shu zdaniyen ko'rsam deb. Vot vaqtlar o'tdi. Niyatlar amalga oshdi. Alhamdulillah. Orzu qilishda, niyat qilishda, duo qilishda umuman uyalmaslik, charchamaslik, to'xtamaslik kerak. Limonchiga qaranglar. Aqda ikkita qora tanli insonni haykalni qilganlar. Umi qalampir. Ichida bundan ham neobычный narsalari bor. Qancha militsiyasi. Telefonga ishlangan. Бахтам необычный машинка. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Zinadan tepaga chiqamiz. Keyin bog'larga ham kelib aylanamiz. Kimning ishda joy bor ekan? Kupasi ham tushib, mashinalar yaqindan ko'ramiz. Birinchi o'zi ikkinchi etaj aylanib, keyin 3-4 qaror chiqib, keyin parapon qaytadan bu taraflari bilan aylanamiz. Aliyevlar oilasi Naxchivan. Buni muzeyda aytib bergan odamlari. Kartasi bu. Xuddi uchun ichi o'xshagan. Faqat boshqa tarix haqida bor, o'qisa kelajak. Boynak militsiya. Sizlar ham shoxda yurgandek bo'linglar deb boshidan oxirigacha video olib bu. Ozarbayjon mustaqil bo'lgan yilda boshqa o'tirib tomosha qilsanglar. Hozir mana shu taraflarga o'tamiz bizlar ham. Bu ko'cha. Yetishimiz stopdi. Bizda nima bo'ladi? Irqimiz bo'ladi. Yo, unaqa biz kelib chiqish.
Mana machishni qarang qanday chiroyli ekan. Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining prezidenti 1996-yil 22-oktyabrda bo'lgan ekanlar. Vladimir Putin bo'lgan ekan buni. Ular ham hammasi podarka qilingan. Bular endi sizlarga xotirjam ko'rsatib tushuntirib beraman. Juda ham ko'p vaqt ketadi. Soat 5 dan o'tadi, abah 6 da yopiladi. Kiyimi qurilgan. Rasmdagi kiyimlari, bu ishlagan stollari. Shunaqa qilib medium ko'rib tursangiz bo'ladi arxivda. Endi bizlar uchga chiqamiz. Bu medallari 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ekan. Bunisini Iran Islom Respublikasi bo'lgan. Islom Karimov birinchi prezident bo'lib bo'lgan ekan. O'zbekiston Respublika prezidenti 97-yil. Zo'ram paxtani qilib. Bu ham Islom Karimov bo'lgan 98-yil. Ислам Каримов, президент Узбекистана, подарил такие вот нарезные табуретки и столик. Самое ужасное, что дарить, что нужно подарить мужчине, самое ужасное, это ваза. Очень много ваз. Bu gilam Iran podarka qilgan ekan. Bu stolni O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov podarka qilgan ekan. Ishlamay qaraydi. Gilama qaraydi. Bu o'sha unaqasi, kachelasi. Baku, Ozarbayjon. Biz bir boshdan ko'rib ketamiz sizlar bilan. Bu tuxumcha. Tuxumchaning ichida men bilan Rizon qo'llari. Ikkita qo'l bilan serjachka ushlab turibdi. Serjachka daraxtdan qilingan. Qalbim senindir ekan. My heart is yours ekan. Endi mashinalar ko'ramiz. Shu boylar mashina chayqa. İçi qaraylar, o'sha paytda bej va ichi bo'lgan kapuchinoni. Arkasi katta bo'lganda unaqa. Bo'lakida. Oyog'im bemalol cho'zatib ketgan. İçi qaraylar. Telefonda ko'rinmoqda ichini kim bo'lgan? Ha? Telefonda ichi ko'rinmoqda. Mana hammasini ham bo'lgan ekan. Chevrolet deb yotibdi. Mana shu Merce'da o'tgan ekan. Ko'chalarda 1993-1998-yillarda vaqtda shu kimlardir mingan qirilganicha tutib qaraydi. Bitta bog'da, pastda ikkita, uchta. Mana bog'da pardachalari bilan o'sha bu tonirovkalagan. Brendi. Buni ichi ham voqea o'tirsa bo'laki ham voqea. Uchun Bir kattaligi. tarafda o'tirganlar. Danishi gitgandirlar. Telefon yechami? Urinmabdi telefonda. Mana.
ilm va birlik ekan bu. Gilamga qaranglar, qancha ip. Shuncha ip bo'ladi, shuncha. Lek kesgan, наверное. Ham to'qilganga qaranglar, qanday chiroyli qilib. Mana bu ham отдельно o'zini to'qigan. Bu ham отдельно boqibgan. O'rtasini отдельно qilib, tepasiga o'rtadan tepaga chiqarib, mana qilib отдельно qilib to'qiganlar. Qoyil. Shu narsa chiqishi uchun nechta narsani qilingan. Gardash, men bilirim desam, haydab kelaman mingandan keyin. Rolls Royce oyoq shakilni. Shu paytda Rolls Royce. Gula qaranglar qanaqa. Sabahın çiçekleri ekan. Hello. It's me. Men bog'dan turib qaranglar debdi. Kellik, buradan do'ring debdi. Telefon kamerasini debdi, istifoda eding debdi. Shunday qarabbiz. Kız qalasi. Har xil zdaniylar bog'da. Rasmiy qabullar saroyi. Nizami Ganjaviy Adina Milliy Ozarbayjon adabiyot muzeyi. Mana shu yoqqa kirdik biza. Kemachiga o'tirib aylantirar. Rizo qarang, katta joy ekan, aylantirar ekan. Mana ruskisi ham bor ekan. Katta ekan, qarang. Mana ichari shahar mashinasi o'ralgan, mana shu olla mana shunaqa. Bu yoqda kim nechta zdaniyalar bu? Bu institut. Temir yo'l vokzali ekan mana shu. Bu aeroporti. Hozirgi aeroport shunaqa. Azon. Buni qo'ymadi. Esladingizmi? Kiramiz deganda Haydar Aliyev markazi. Shunchadan kirdik. Ana bu joydan. Mana bu yoqlargacha bor ekan. Shuncha katta. Hero gilam markazi. Mana bu kecha shomoldan o'tdik. Buning ichida har xil gilamlar bor ekan. Davlat neft fondi ekan Ozarbayjon Respublikasini. Milliy gimnastika arenasi shunchalik katta. Bu bayroq zonasi. Baki kristal zali. Bunda konsert shunaqa narsalar qo'ysa bo'lar ekan, internetda ko'rdim. Yashil teatr va konsert kompleksi ekan. Teatr konsertlashida bo'lar ekan, yashil zonada. Zo'ra. Men Haydar Aliyev saroyi. Nima? Hammasiga yozilgan, endi vaqtga ham tez ko'rsatyapman. Tezapir masjidi ekan bu. Mana Bibi Haybat masjidi. Rizo shoqqa ketamiz ham. Bu Bakina oq shahari ekan. Hazardanes suv pavilyoni ekan, mana qarang, suv pavilyoniga. Fairmont. Bunaqa ko'p maketlar qilingan. Harakat qildim, qo'limdan kelgancha sizlarga o'qib, otini aytishga, ko'rsatishga. Конечно, men Ozarbayjonga emasman. Aksent bilan borib gapiraman. O'qigandan ham baribir aksentim bor. Shu uchun o'ylamaymanki negativ yozmasizlar. Ular ko'p C qo'shib gapiradi. Misol uchun biz choy desak, ular çay dedi. Ammo как бы uyalaman shunaqa talaffuz qilishi. Может, ko'p gapirmaganim uchundir. Talaffuzda salligina shunday talaffuz qilishga uyalaman, lekin bemalol ozarbayjonskiy gapira olaman.
joy. Avtos universitet o'tgan joy. Tamam, shumroq. Aha. Давайте делаем. Instagram'a video olib sizlarga olish esimdan chiqdi. Qaranglar qanaqa zo'r. Qo'ldan kelgancha majon aylanishga harakat qildik. Soat 6:30 bo'ldi. Endi chiqib ketamiz. Может, hozir mol bor ekan, o'shaga ketamiz. Juda ham katta, ichida ko'p narsasi bor ekan. Peshkom endi molga ketamiz, yaqingina ekan. O'shaga ketib, o'shan qilamiz. Obed bilan birga qo'shib. Azerbaycanskiy vay. Yer tagidan o'tamiz hozir. Peskotlar tepadan yo'l yo'qda, pastdan o'tamiz. Живая muzika. Biz ham olga yetib keldik. Вот mana shu. Lakosko, Pandora, Zara bu birinchi etajda. Narsa zakaz qildik men bu yoqda. Hozir endi eskalatorda tepaga chiqamiz. Qancha balandma bor ekan, kitobi tayyor bo'lgancha. Bu hali ochilmagan. Vaqtimda qaytib tushamiz. O'tirib, ovqatchan kutib, nima zakaz qilganmiz, keyin sizlarga ko'rsataman. Ozarbayjonskiy emas, bakinskiy. Ayollar bitta narsa keladi. Bolgarskiy. Bolgarskiy? To'g'ri qo'ygan. Ikkinchisi bunaqa persian kebab edimi? Persian donar ekan. Et donar. Shunaqa ichida go'shti, nonchasi, lavashi bor ekan, pamoqda pomidori, bunaqa bolgarskisi, xalapeyosi. Gostinitsa bizdagi qizdan so'radim, shu Voyage Beauty Sephora'ni bizadagi analogi dedi. Bizada Sephora yo'q dedi. Hozir keldik, endi kerakli narsalar topsam olaman. Taksi chaqirdik endi. Gostinitsaga ketamiz. Soat ровно 10. Biz уже gostinitsaga keldik. Bugun yaxshi dam olib, ertaga uzoqroq joylara, ko'proq joylar aylanishga harakat qilamiz.